Xo'sh, hurmatli kuzatuvchilar, mana 3-lineykani ham qo'yib bo'ldim. Mana bunday qo'yildi. Tagida buni rostlaydigan moslamalar qilindi. Bu 3-oporniy lineyka hali qo'yilgan yo'q. Asosan pastdagi ikkita relsi navatga qilyapman. Hozir mana bunday moslama qilindi. Ya'ni kim asos qayerdan olinyapti? Asos mana bu ikkala nuqtadan olinyapti. Bu tekshirib ko'rildi. Aslida uni videoga olmayapman. Qayta chachish kerak bo'ladi. Xo'sh. Mana bu indikator bu yerda bitta tovon, bu yerda esa 4 ta tovon, ya'ni 3 taga 3 ta tovon. Mana bu mikron indikatorimiz. Mana bu juda ham endi bu olayotgan asosimiz asosan chorniy obработка qilingan, lekin bir ustanovkada qilingan. Mana bu yeyilgan yuzadan sentr olib bo'lmaydi. Sababi bu iznos bo'lgan. Bu yerlari shu bir ustanovkada straganda o'tganda bir ustanovkada obработка bo'lgan. Ana endi hozir men bir qo'limda telefon, bir qo'l bilan juda ham qiyin. Tak, mana bu 0 ya'ni 1 mikron. Endi 1-2 mikron xatolari bordir hozircha. Uni yanada rostlaymiz. Xo'sh, shunday olamizda bu boshiga olib kelib qo'yib ko'ramiz. Xo'sh, buni juda ehtiyotkorlik bilan qo'yib ko'ramiz. Hozir bu ya'ni kim 1 sotka farq qilyapti. Hozir buni rostlaymiz yana. Ana endi bu ikkinchi lineyka. Ana endi buni shu turishda o'zgartirmasdan turib bu tomoniga qo'yamiz. Bu tomoni yetmadi. Qo'limizda etalon bor. Bu rovna 20 mm past bo'lishi kerak. Ya'ni kim mana bu yerga qo'yamiz buni. 20 mm past bo'lganda juda ham qiyin bo'lib ketdi buni ko'rsatish. Orqa tarafiga o'tsam. Xo'sh, demak mana buni hozir mana tagida rostlaydigan moslama qilindi. Hozir bu 2,5 mikron xatolikda turibdi. Uni yanada rostlaymiz. Ta mikronigacha olib kelamiz. Tak, bu etalonimizni olib olaylik. Ana endi bu tomoniga qo'yib ko'ramiz. Juda ham joyimiz ham tor. Bor sharoitda qilyapti. Bu oddiy ustaxona sharoitida qilyapti, lekin o'sha xo'sh, ana endi bu xo'p. Kulishni olamiz. Xo'p, buni qo'ydik. Tak, buni sekin bo'shatamiz. Va buni sal tushiramiz ekan. Ya'ni ki boyagi 20 mm
etalonimizdan to shu mikronigacha olib to'g'irlab qo'yish imkoniyatimiz bor. Xullas shunday qilib to'g'irlanadi. Keyin ustiga karetka qo'yiladi. Davom etamiz.